Menga qara, menga pul kerak. Bilmayman. Hozir pul yo'q lekin. O'zing jinlikka solma. Do'stim, hozir pul yo'q. Menga unaqalaring leksiyalaringni o'qimagansan. Yangi ko'ylak olgansan, ko'rib turibman-ku. Xotinim moyligidan oldim. Bittadan kirib obuna bo'lib oringlar, qo'la. Obuna bo'laylik. Assalomu alaykum do'stlar. Bugungi dasturimizda men sizlarga butun dunyoda sodir bo'lgan turli xil voqea va hodisalardan bir nechtasini tasvirga olishgan videolarini namoyish etaman. Siz esa har doimgidek video ostiga bir donadan like bosib, kommentariyada o'z fikringizni yozib qoldiring. Ha aytgancha, agarda kanalimizda yangi bo'lsangiz obuna bo'lib qo'yishlikni ham unutmang. Qani unda boshladik. Bu butun ijtimoiy tarmoqlarda keng tarqalgan va mashhur bo'lgan video. لا برضو ما تطلع الجعر هاي شنبي ايوه نو 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 Kim biladi, bu qushning nomi nima? Bilganlar albatta kommentariyada yozib qoldirsin. Pirotexnika, ya'ni feerverklar kunduz kuni ham otilishi mumkinligini bilarmidingiz? Ko'rinishidan bu oxirgi soniyagacha taslim bo'lmaydigan baliqlardan biridir. Yigitlar nafaqat ajoyib tarzda samolyotdan sakrab tushishdi, balki qo'llarini havoda ushlab turishga ham muvaffaq bo'lishdi. Har yili bahorda toshqin paytida muz tiqilib qolishining oldini olish maqsadida Xara daryosida mana shunday tadbirlar o'tkaziladi. Siz ham xuddi ushbu odamlardek bu tosh ustida yurishga jur'at eta olarmidingiz? Albatta kommentariyada yozib qoldiring. Qarang do'stlar, delfinlar sayyoradagi eng go'zal mavjudotlardan biridir. O'rmonlarda velosipedda yurishda mana shunday o'zi kutilmagan hodisalar bor. Bu odamlarga sun'iy to'lqinli hovuzdan ko'ra qiziqarli narsa yo'qdek mazza qilib cho'milishyapti. Kemaning ishga tushirilishi albatta ta'sirli, lekin unga juda yaqin turmaslik kerak. Bu uyning egasi bunaqangi mehmonlarni aniq kutmagandi, chunki ularni ko'rib hayratda qoldi. This is like a record number. Coons are everywhere. Look at these guys. Wow. There's got to be 60. Qarangki, yigit akula bilan mana shunday noodatiy tarzda uchrashdi. Mana nima uchun yomon ob-havoda sayrga chiqmaslik kerak. Sakson darajali akvaparkni sevuvchilar uchun to'g'on. Tinib tinchimagan odamning qilgan ishiga qarang. O'zining ajoyib go'zalligiga qaramay bu meduza hali ham og'riqli chaqishi mumkin.
Yaponiyadagi vulqon otilishi guvohlar tomonidan tasvirga olindi. Yigit bunaqangi o'lkan mehmonni aniq kutmagan va uni ko'rib dahshatga tushib qolgan. Ushbu sportchilarning g'ayrioddiy tushishlariga qoyil qolmasdan iloji yo'q. Kimda shunga o'xshagan sigiri bo'lgan yoki ko'rgan, albatta kommentariyada yozib qoldirsin. Aujourd'hui aussi, c'est un autre jour. Bu kuzgi barglarning eng yaxshi fotosuratlarini olishning ayni vaqti. Bunaqangi tushish bilan u biror bir okeanlarni suzib o'tolmasa kerak. Havo kemalari hanuzgacha eng xavfli uchar apparati bo'lib qolmoqda. E véi como tá, ó, caiu aí, ó. Mano, que B.O. Olha aí, olha aí, olha aí, ó. Tamanho do bicho. Qarang-a, hatto bo'ronga qaramay ham suzib yurish hali ham ajoyib, do'stlar. Menga ishon, do'stim. Ozgina qiynalamiz, kim bu huzur bo'ladi. Aka-uka raytlar samolyotni taxminan mana shunday loyihalashtirishgan. Ko'rinishidan ushbu ko'chada bepul avto yuvish shoxobchasi ochilganga o'xshaydi. Do'stlar, video roligimiz o'z nihoyasiga yetdi. Siz esa videoga like bosib, kanalimizga obuna bo'ling, chunki bundanda qiziqarli video roliklar hali oldinda.